Bir vaqtlar bu inson ham hali keksalikkacha vaqt bor, ko'p narsaga ulguraman deb o'ylardi. Yoshligida u juda ko'p ishlardi, ko'p pul topardi, lekin topgan pullarini rasmiy shaklda emas, faqat konvert ko'rinishda olar edi. Ya'ni bu pullar hech qayerda rasmiy shaklda qayd qilinmagan edi. Qisqa qilib aytganda, bu inson kelajak haqida, pensiyaga chiqishi haqida hech ham o'ylamagan edi. Natijada bugun uning rasmiy ish stajlari, ish haqlari yo'q. Bu degani, endi bu inson afsuski hech qanday pensiya ola olmaydi. Mana bu inson esa konvertda maosh olishdan ko'ra o'z kelajagini, keksayganda pensiyaga chiqishini o'ylab rasmiy ravishda ishlab ish haqi oldi. Doimiy ravishda rasmiy ishlayotganligini tekshirib bordi. Rasmiy ishlagani, rasmiy ish haqi olgani, kelajagiga bee'tibor bo'lmagani sababli bu inson endi keksaligida pensiya oladi. Kim ham hayotining bu lazzatini xohlamaydi deysiz?